Bu videoda sizlar bilan TensorFlow va PyTorch bilan tanishib olamiz. Avvalgi darslarda sizlar NumPy va Pandas bilan tanishgansizlar. Endi savol bo'lishi mumkin, nimaga shuncha kutubxona kerak degan savolinglar bo'lishi mumkin. Ya'ni endi kelinglar sizlarga savolinglarga javob tariqasida quyidagi rasmni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni NumPy va TensorFlowni solishtirib olamiz. O'zi TensorFlow nimaga kerak degan bo'lsanglar, TensorFlow bu tensorlar bilan ishlaydi. Endi tensor o'zi nima degan savol, bu tensor n o'lchamli inputlar, ya'ni n o'lchamli ma'lumotlar bilan ishlaydi. NumPy bilan biz 1 o'lchamli, 2 o'lchamli, 3 o'lchamli arraylar bilan tanishib ishlab ko'rdik. Endi biz tensorlar bilan ishlaymiz. Ya'ni biz AI model qurayotganimizda bizning ma'lumotlarimiz hajmi katta bo'ladi va o'lchamlari ham katta bo'lishi mumkin. Masalan, deylik u video, rasm, tekst, audio bo'lishi mumkin va uning inputlarining va o'lchamlarining size, ya'ni o'lchamlarining hajmi juda katta bo'ladi. Ya'ni katta ma'lumotlar bilan ishlagandan keyin bizga tensorlar kerak bo'ladi. Shu sababli biz TensorFlow va PyTorch bilan o'rganamiz. Ya'ni bular tensorlar bilan ishlaydi, NumPydan farqli ravishda. Va yana farqlari ko'p. Ya'ni hozir ko'rasizlar qanaqa imkoniyatlari borligini, kelinglar endi Colabga qaytib o'rganib olamiz. Deylik, agar sizlar o'zingizlarning serveringlar yoki o'zingizlarning kompyuteringizda o'rganmoqchi bo'lsanglar, avval TensorFlow va PyTorchni o'rnatib olishinglar kerak bo'ladi. Uning uchun quyidagi komandani o'zingizlarning terminalingizga yozadigan bo'lsanglar, TensorFlow va PyTorchni o'rnatib olasizlar. O'rnatib olgandan so'ng sizlar TensorFlowni import qilib ishlatishni boshlasanglar bo'ladi. TensorFlow stf va bizda TensorFlow borligi sababli biz uni o'rnatib o'tirmaymiz, sababi Colabda bor. Va endi kelinglar eng sodda misol versiyasini tekshirish bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganinglardek videoni yozish davomida bizning versiyamiz, ya'ni TensorFlow versiyasi 2.17 ekan. Endi kelinglar biz NumPy bilan solishtirib ko'ramiz. Ya'ni NumPyda ham biz arraylar bilan ishlaymiz. Endi bunda tensorlar bilan ishlaymiz. Ya'ni hozir tensorni create qildik, ya bu 1 2 3 4 matritsa bo'lishi mumkin va tensorlarning ustida ham biz turli xil matematik amallarni bajara olamiz. Mana ko'rib turganinglardek, ikkita matritsani qo'shishimiz mumkin va ikkita matritsani qo'shib natijani oldik. 5 7 9 degan natijani oldik. Va endi NumPydan farqli ravishda biz arraylar bilan emas, balki tensorlar bilan ishlaymiz. Va yana bitta farqini keltirib o'taman. Hozir neural networks deymiz. Neural networks deydigan bo'lsak, bizda deylik rasmlar chiqadi. Va NumPyni qila olmaydigan imkoniyati bu bizga neyronlarni, ya'ni modelni qurib bera olmaydi. Oddiygina NumPy bilan biz model qura olmaymiz. TensorFlow bilan esa PyTorch bilan ham Uning uchun biz deylik mana bu yerda ko'rib turganinglardek, mana bitta layerga o'tamiz. Ya'ni birinchi qatlamda bizda 5 ta neyrondan tashkil topgan ekan. Shuni kelinglar TensorFlow orqali tuzib ko'ramiz. Ya'ni layer degan o'zgaruvchiga biz qatlamlar sonidagi neyronlarga 1 emas 5 ta beramiz. Ya'ni neyronlar soni bizda hozir 5 ta bo'ldi va bir qatlamli neural network tuzdik. Va buni model deb sequential classdan foydalangan holatda model tuzishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir bizda faqatgina bir qatlamdan iborat va 5 ta neyrondan iborat model tuzildi. Odatda bu bir nechta qatlamli va bir nechta minglab, millionlab neyronlardan tashkil topgan modellarni tuzishni ham o'rganib olamiz. Uning uchun sizlarga tavsiya sifatida TensorFlowni dokumentatsiyasini o'qib chiqishni, ya'ni qo'shimcha ravishda o'rganishni xohlovchilar uchun dokumentatsiyasidan foydalansanglar bo'ladi va qo'shimcha imkoniyatlarni ko'rib olasizlar. Ya'ni Pythonni tanlab va u qanaqa imkoniyatlarga ega ekanligini batafsilroq o'rganib olishinglar mumkin bo'ladi. Endi kelinglar xuddi shu qilganlarimizni PyTorch bilan ham ko'radigan bo'lsak. Ya'ni hozir model qildik va model qilganimizdan keyin eng asosiysi buni train qilish bosqichi bo'ladi. Ya'ni fit qilamiz. Fit metodi bizda modelni train qilish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerga xtrain va xylarni berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kiruvchi, chiquvchi ma'lumotlarni belgilab olib, uni train qiladigan bo'lsak, bizda tayyor model hosil bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, unaqa qiyin emas. Ya'ni farqlarni ham bilib oldik. Bu tensorlar bilan ishlaydi va model qurish uchun biz TensorFlowdan foydalandik. Endi kelinglar PyTorchga o'tamiz. PyTorchda ham import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Agar bizda o'rnatilmagan bo'lsa, biz uni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga code cell qo'shamiz. Code cell qo'shdik va o'rnatib olish uchun torchdan foydalanamiz va import qilib olamiz. Buni hozircha komment qilib turamiz, sababi bizda PyTorch o'rnatilgan bo'ladi. Bunda ham tensorlarni xohlaganimizcha create qilishimiz mumkin. Ya'ni tensorlar bizda kiruvchi ma'lumotlar bo'ladi. Ya'ni kiruvchi ma'lumot yoki chiquvchi ma'lumotlarimiz bo'ladi. Va bunda ham amallar bajarish soddagina.
Endi sizlarda savol, ikkalasi bir xil ishni bajarayotgan ekan. Qaysi bitasini qachon foydalansak bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, TensorFlow ko'proq productionda, ya'ni yengilroq modellarni hosil qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni bu PyTorch bermaydi degan narsaga xulosaga kelib qolmanglar. TensorFlowda o'zini, ya'ni TensorFlow kutubxonasini o'zini imkoniyatlari shu yengil model qilishni imkoniyatini sizlarga beradi. PyTorch orqali esa yanada qo'shimcha kutubxonalar, ya'ni qo'shimcha kutubxonalarni birlashtirgan holatda biz yengil va sodda modellarni qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va PyTorch ko'pincha izlanish maqsadida PyTorch keng foydalaniladi. Yana undan tashqari PyTorchning yana bir kuchli tarafi bizda Hugging Face'dagi Transformers kutubxonasidagi, ya'ni Hugging Face'dagi modellarni ishlatish, ularni qayta train qilish, qayta o'qitish, fine tune qilish maqsadida PyTorchda imkoniyatlar ko'p. Yana o'rganish davomida sizlar uni farqlari va qachon qaysi kutubxonani ishlatish afzalliklarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi.